Avtobuslar tushgandan keyin kirish qismi, aeroportning ichkari qismi. 4-yo'lakka kirganimizdan keyin 4-yo'lakdan kirdik. 4-yo'lakdan kirgandan keyin agar telefoningizda sim karta bo'lmasa yoki Wi-Fi topolmasangiz, 4-yo'lakdan kirganingizdan keyin Wi-Fi bor. Pasportingizni qo'yasiz, bu pasportni qo'yasiz bu tomonga, bu yerdan chekini olib Wi-Fi ga bog'lanib olsangiz bo'ladi. Keyin tabloga qaraysiz, biletingizda raqamlari, qaysi uchish joyi yoki kutib olmoqchi bo'lsangiz, kutib olish joyi qaraysiz. O'zbekiston havo yo'llariniki oxirgi tomonda R tomonga o'tasiz. Agar O'zbekiston havo yo'llari va O'zbekistonga uchmoqchi bo'lsangiz, R tomonga o'tasiz. R tomon O'zbekiston havo yo'llari, qanot charx, boshqa hammasi registratsiyasi shu tomondan bo'ladi. Bu yerda bagajingizni topshirasiz, u yerdan sizga qog'oz beradi. Qog'ozni olganingizdan keyin boshi A harfiga qarab yuramiz. Bu yerda jazo puli yoki deport bosishni o'sha yerda hal qilasiz. R tomondan A tomonga qarab keldik. A tomonda, bu tomonda kuch idorasi bor. Kuch idorada u yerda yo jazo puli to'laysiz, yo deport puli. Agar jazo puli to'lamoqchi bo'lsangiz, yonida kichkina mana butka bor. O'sha tomonga kirib, jazo pullaringizni to'lab, obratga orqa tomonga qaytamiz.